Nechi pul so'rayapsiz aka? Mayli aka. Endi Dalil Mamid siz sotuvchi, men xaridor. Keyin men shuni chapachasi bo'laman. Men sotuvchi bo'laman, siz xaridorga aylanasiz. Men narxni aytaveraman, siz hozir narxni ayting. Shuncha oladi, shuncha odam o'rtasida men allab emas. Men tushunmayman. Bilmadim, men ham uncha tushunmayman. Ayting siz. Narxini so'rab men kelaman. Aytaman sizga. Mayli aka. Ko'ngil nechi bilaman. Biladi, hamma biladi aka narxni. Kraska ko'proq ekan, jon aka. Endi 3 litrlar qo'yilgan. Bitta narsa aniq aytaman, masalan, hozir shu tashda detalni bilmayman, tushunmayman. Lekin xarajat yo'qdan nima jiribsiz? Ishga qanday jiribsiz, yo'lda jiribsiz. Birinchida bir ana moyni o'shtirish kerak emas, xarajati yo'q, men aytaman. Hozir Radnoy shunga tom stoyka 3 ta eshikni yuqorisi arqa kapot. Bo'ladi siz mayda chuydasiz 30 million bo'lsa qolsam olaman yili uchun. Yili yaxshi ekan. Men o'zim 45-40 milliondan chet-chetlab qo'ydim. Yo, 40-45 aka olmayman. U narxlar juda. Qarang aka, 30 millionga ham yil uchun so'radim, birinchi so'rashim. Lekin aslatib so'ramadim. Endi bilaman, hamma mashina ola olmayman. Chunki kimdir xohlamaydi u narxga berishni. Hech kim hozir hech narsaga majbur emas-ku. Mol sizniki, pul meniki. To'g'ri kelsa almashamiz bir-biriga aka. Kamiga ham 35 ming ko'nglingiz, eng kamiga ham. Aytib ko'raman elga aka, balkim eldan kimdir olar. Sizni bir so'm pulingiz kerak emas aka menga. Ya men 35 deb aytib ko'raman aka. Agar chiqsa baxtingiz kimdir olsa. Rizq atoy Xudo aka. Men bir sababchi odam. Men beraman, men qilaman demayman. Men ham bir sababchi odam. Hammamiz Allohning bir qulimiz aka. Kimgadir nimadir sababchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Men aytayapman, masalan, bitta aytaymi, masalan, mashinamning mana unday degan aniq men lekin bitta aniq aytaman, uchib qolmaydi, jirat xayr bo'lsa borib keladi. Ya bir joy yonmay qolmaydi. Ko'chaga qoldirmagan. Ko'chaga qoldirmaydi. Xayr bo'lsa ketaveradi, lekin u yer unda bu yer bunda deyman, masalan. Endi o'zimizni lekin masalan chapana gaplarda. Xayr haydasan saydim, bu bir joyga qolib keladi, uchib qolmaydi agar. Ko'chaga qoldirmaydi deb tushunamiz o'zi. Qisqasi ko'chaga qoldirmagan. Bir joyga akasiga turib yo'da o'chib qolib qolgan. Omon bo'ling. Nechinchi yilsiz? 91. Ye? Siz ham 2000-yilga o'xshab ko'rinasiz. Menda egasizda. Hech kim ishonmaydi 91 desangiz, shu yosh ko'rinamizda. Biz 91-ligiga ishonasizmi? Yosh ko'rinamiz. Akam ham xuddi o'zimdek ekan. Yosh ko'rinish a? Mayli, endi bor-da. 91lar ikki asrni ko'rganda ko'p mehnat qiladi aka. Uni qolgan yildagilar tushunmaydi aka. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2014 gibrid motor, Lux konditsioner. Radnoy joyini sana o'taman. Bitta arqa eshik to'liq Radnoy, 3 ta eshikni yuqorisi Radnoy, tom stoyka Radnoy. Qolgan joyi asset bo'lgan. 35 million bo'lsa sotaman deyapti mashina egasi. Akalar ichimizga 35 million naqd pulga oluvchi bormi? Generalniy davringiz chiqadi, 220 ming yurgan. 2 kundan oshgan yurgani. 35 million naqd pul bo'lsa sotaman deyapti mashina egasi. Akalar bormi ichimizga oluvchilar? Bir narsa, qarang. 30 millionga nech pul qo'shay aka? Chin dildan. Sinfdosh shuncha qo'shing, mayli, men ham qotmaysiz, siz ham qotmayding, yurib ko'raman. Olaman mashinangizni. Bu Tailanddan 5 ta. Yo'q, kattada aka. Keyin, mayli, qarang. Sinfdosh, men ham siz ham nomini aytmadingiz, aytolmang. Hammaniki o'ziga oy ko'rinak o'ziga. Agar 35 ga oluvchi bo'lsa, bemalol olsin. Men hozir ichkariga kiraman, turing mashinangizni olinglar, xohlasangiz. Lekin naqdini ko'ray, Akmal aka, bo'layotgan gaplarni gaplashaysiz, men biron nima qo'shib olay deyapman 30 ga. 35 ga qimmat, jon aka. Mendan oladimi birov, sizdan oladimi qimmat? To'g'ri tushuning. Chunki 33 millionga aka men shuni balki 3 litr Radnoyni ham olib sotdim-da, o'ntirdi. Bitta guring o'ynaymizmi? Marka-marka o'ynaymizmi? Sindosh. Men bu odamni aytganini qilmoqchi emas edim, lekin mayli, marka-marka o'ynaymansiz, bitta guring. Men ham olmoqchi emas edim. Bu pulga. Agar siz ham bera olmoqchi bo'lmagan bo'lsangiz bu pulga, keling, ikkovimiz ham bir harakat qilib ko'ramiz. Dangalga dangal. 5 million o'rtaga qoldi, to'g'risida. Mana martcha kelaman, bo'ldi gap yo'q desangiz, mana shu odamning gapi 2 ga bo'laman 5 ta. Dangalga dangal, lekin rosti 32,5 ga olish xayolimga yo'q edi bu mashina. Zo'r olsam, hozir 1 soat gaplashib 1 million qo'yib olaman dedim. Nari borsa. Mayli, mana shu odamning gapi siz bera olmayman, unday deganingizni aytaman. Baraka to'g'ri. Men aytayapman, ochiq ko'ngil. To'g'ri kelsa aka 32 million 500 ga 5 ga bo'ldim. Mayli, mayda chuyda guring qilmaylik. Barakangiz bormi sinfdosh? Dangalga dangal kelaman deganingizga aytaman. Ya aka, unday qilmang. Biz olaraymiz. Ikamiz yuraykan, meni ham olmaydi. Sinfdosh. Ana mat qilaman dedingiz. 34 million undan nima o'zgaradi? Qarang. Men o'tdim, qaytmadingiz. Endi siz Akmal oluvchi Akmalda, sotuvchi Akmal. Hozir aytdingiz, odamlar 35 ga oluvchi bo'lsa olsin, mana prama egadan dedingiz. Hech kim olmadi. Endi 34 ga oldingizda keyin yana shu gapni aytasizmi? Odamlar endi 35 ga kim oladi deysizmi? Chunki hozir bironta farq sezapsizmi? Bu tomonga o'tib. Qadringizga yetishga bering. Bu tomonga o'tib bironta farq sezasizmi? Farq sezdim, siz haqingiz 1 million yana o'tdim.
33 misan. Ya. Endi bu tomonga o'taymi? Qarang, sinfdosh. Menam. 33 misan men ochiq ko'nglim bilan aytyapman, generalni chiqardim. Misol bir haydab qo'ysan bilalardi-ku, mashina haydaydigan. Bir 10 kilometrga borib kelsa bilamiz, qayerga qanday, ya bir xarajati bormi boshqasi. Rozimisiz sinfdosh? Mayli, juda qiyin. Olib bering tepasidan. Xo'p, akalar ko'ringlar 2013 gibrid motor Lux Container Nexia 2. Yurgani 220 ming yurgan, 2 yildan oshgan. Radna detalni sanab o'taman akalar. Xo'p, orqa eshik to'liq radna, 3 ta eshikni yuqorisi radna. Tom 4 ta stoykasi radna. Qolgan joyi asist bo'lgan. 33 millionga olindi akalar. 34 million bo'lsa sotaman. Minaman degan dehqon odam bor, makatchimizga oluvchilar. Generalni davrini chiqadi. Olasizmi? Olasizmi? Qayerdan sizniki? Bozordan olganda ham qo'yib oladi. Yo'q, qo'ymasam so'rashaveradi. Ha, orqacha turing, orqacha o'sha. Yuzi tushmaydi. G'uzorda qayerda? Quduq qishloq deydi. Qishloqdan bizlar. Ish? Jaraliq mahallasi. Ish moshin bilan emasmi? Dehqonchilik. Bu Dehqonchilik. yerda o'zi ekonomik. 1 million qo'yib sotaman, bilasiz. Rozimisiz qoladigan 1 millionga?